Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz likvidность yechilishi, ya'ni sweep haqida bo'ladi. Ko'pchilik bu mavzuni o'rgatishimni so'ragandi. O'shani hisobiga bugun xudo xolisa darslik chiqarishga qaror qildim. Ko'p gapirmasdan sразу ekranga o'tadigan bo'lsak. Likvidность darsini ko'rmaganlar albatta bundan oldingi darsni ko'rib, keyin bu darsni ko'rishingizni tavsiya beraman. Chunki agar likvidность darsini ko'rmagan bo'lsanglar, bu darsni ko'rsanglar ham baribir tushunmaysizlar. O'shaning uchun bitta oldingi darsni ko'rib, keyin bu darsni ko'rishingizni maslahat beraman. Xo'p, likvidность yechilishi, ya'ni sweep o'zi qanaqa joylarda ishlatiladi yoki qaysi payt kerak bo'ladi deydigan bo'lsanglar, mana qaranglar. Misol uchun bizda deylik struktura bo'ladi. Ma'lum bir yoki sell yoki buy, unisini farqi yo'q. Mana deylik bozor buyga struktura yasab ketyapti. Hop, deylik mana bunaqa yurish bo'ldi. Bizning tepadagi ikkita highimiz olingan desak, mana. Mana shundan uzr. Tak, mana bunaqa qilib qo'yadigan bo'lsak, xo'p, ko'rayotgan bo'lsak, biz mana shu strukturada foydalanishimiz kerak bo'ladi. Likvidностьdan qanaqa foydalanamiz deydigan bo'lsanglar, mana qaranglar. Mana bitta likvidность bo'lgandan keyin shu likvidность yechildi, ko'rasizlar. Yechilgandan keyin bozor yaxshi buyga impuls bergan. Misol uchun deb ko'rsatyapman. Bu bozor emas, bu o'zim chizib berayotgan bir struktura. Bozor ham xuddi shunaqa deyarli strukturada yuradi. Xo'p, keyin buyga impuls bergan ko'ramiz va yana ketayotgan paytda orada yana likvidность qoldirib ketdi va yana o'sha likvidностьni yechib, keyin buyga yana impuls berib ketgan. Biz aynan mana shu buydagi likvidность yechgandan keyin buyga berish, buyga impuls berishdan oldin biz pastda qolib buyga ishlashimiz kerak bo'ladi. Yana xuddi shu narsa mana bu takrorlangan, ya'ni pastga bitta kattaroq korreksiya berganimizdan keyin albatta qaranglar, ikkita likvidность bo'lib qo'ygan, to'g'rimi? O'shani общий bitta pasini olamiz. O'shani ham bozor shunday yechib, yana tozalab, keyin ya'ni bu yerda pastda hech qanaqa likvidность qolmagan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni bozor общий hamma likvidностьlarni tozalab, likvidностьdan likvidностьgacha harakatlanadi. Ya'ni agar bozor buy strukturada bo'lsa, pastdagi lowlarni yechib, keyin tepadagi highgacha borib beradi. Katta ehtimol bilan bu 100% degan narsa emas. 100% degan narsani o'z tradingda o'zi yo'q. O'shanga mana qaranglar, likvidность yechilgandan keyin high yechilgan, bu ham likvidность yechilgan, ya'ni bu high ham yechilgan, ya'ni bu likvidность ham yechilgan, bunisi high ham yechilgan. Hozir bu narsani sizlar bilan grafikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaranglar, ko'radigan bo'lsak, o'zi struktura buy deb oladigan bo'lsak, pastdagi mana ko'rasizlar, pastdagi likvidностьlarni bozor bitta yechib, tepaga qarab reaksiya beravergan. Nima hisobiga desanglar, tepada bizda ko'p likvidностьlar yig'ilib qolgan, yechilmaganlari, ya'ni buni ko'rayotgan bo'lsak, mana birinchisi, asosiysi 1, 2, 3, mana ko'rasizlar, 3, 4, 2, mana 5. 5 ta likvidность yechilmagan edi. Ko'rasizlar, 5 ta likvidность yechilmagan edi va bozor chiqib 5 tasini ham yechib ketdi. Ko'rasizlar, nimani hisobiga? Chunki pastdagi hamma likvidностьlarni yechib ketdi. Mana 1, 2, 3, 3 ta likvidность ham yechib tozalab ketdi. Mana shu likvidность olinishi deyiladi. Bu minimum buzilish emas. Sweep mana shu narsa deyiladi. O'zi bilmaganlar uchun shuni yozib ketaman. Tak, sweep. Mana. Ko'rasizlar? Sweep xuddi mana shu narsa deyiladi. Sweep, ya'ni to'liqroq aytadigan bo'lsak, o'zi soya yengillashi. Tushunyapsizlar? Ya'ni soya yana bir marta soya bilan yengillansa, xuddi shu vaziyat sweep deb hisobga olinadi. Xo'p, yana bu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, qaranglar. Mana bu yerga likvidностьlar tozalangandan keyin yana bitta sellga yaxshi vaziyat bergan, Euro USD mana ko'rayotgan bo'lsanglar, qaranglar. Mana soyali maksimum soya bilan yengillandi. Ko'rasizlar, soyali maksimum soya bilan yengillandi va shu holatda likvidность yechilgan hisoblanadi bizda. Tushunarli? Tepadagi mana bu ham likvidность yechilgan, bu ham likvidность yechilgan. Mana shu aynan mana shu momentda bizga kerakli moment bo'ladi. Mana shu zonada biz sellga tasdiq qolib ishlashimiz kerak bo'ladi. Har doim hamma sweepdan ham emas. Bu yetganimdagi trend bilan bog'liq qanaqada? Trend bilan bog'liq sweeplarda. Sababi agar trendga qarshi sweep oladigan bo'lsangiz, mana qarang, trendga qarshi payt mana bu shuni sellga sweep olsangiz, mana bunaqa qilib sellga sweep olsangiz nima bo'ladi? Bozor ozgina tushib taqqa o'tib sizni stopingiz olib ketadi. O'shani hisobiga siz trend bilan birga sweep oling, ya'ni bozor
misol uchun selga tushib ketdimi, siz seldan svip olingda и o'ta seldan yaxshi foydalansangiz bo'ladi. Selga tushayotgan payti bayiga svip qidirib o'tirish shart emas. Bayiga katta ehtimol bilan ishlamay qoladi. Chunki trend bar любой narsani urib ketadi. любой narsa любой strategiya. Tushunasizlar? Hop, yana ko'rsataman sviplarni bilmaganlar uchun. Mana qaranglar. Soyali maksimumni soya urib ketgan ko'rasizlar. Ya'ni mana soyali maksimumni soya yengiladi. Va shundan keyin aynan biz nima qilishimiz kerak edi? Aynan shu zonadan selga tasdiq olib ishlashimiz kerak edi. Selga tasdiq olib ishladik, ko'rasizlar. Mana shu joydan selga tasdiq olib ishlaganimizda mana qanchalik chiroyli impuls bo'lgan, mana ko'rasizlar, qanchalik katta yurish bo'lgan. Euro USD uchun bu yaxshi degani. Teskari trend bilan ham yana bitta yaxshi o'xshab bergan. Bu lekin har doim bo'lmaydi bu narsa, mana qaranglar. Teskarisiga ham o'xshab bergan mana. Soyali minimum, soya bilan yengilandi, ko'rasizlar. Mana soya. Agar hozir mana buni tanasi, mana bitta mana shu buni oqshamni tanasi mana bu chiziqdan pastroqda o'tib yopiladigan bo'lsa, o'sha hisoblanmaydi. Ya'ni mana bu narsa swip emas, hozirlik ko'rsataman, qaranglar. Hop. Qattiq ko'rsataman, mana bitta yana bitta swip bo'lgan, ko'rayotgan bo'lsanglar, soya yengilagan va yana bayi impuls berib ketgan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Hop, mana bu bitta xuddi shunaqa holat, mana. Bayiga swip bo'lgan, ko'rayotgan bo'lsanglar, men просто momentlarni ko'rsatib beraman. Mana bu holat o'sha swip emas. Mana. Bu holat swip emas. Nimaga? Chunki bu soyali shamdan bizda nima bo'ldi? Tanasi o'tib ketdi. Ko'rasizlar? Tanasi o'tib ketganligi uchun o'sha swip hisoblanmaydi bu. Tushunasizlar? Bu strukturani shunchaki davom etishi. Yana mana ko'rishingiz mumkin. Soya yengilagan, bayiga yana chiroyli impuls bo'lgan. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ham bemalol swip bo'lsa bo'ladi. Soya yechganligi uchun biz swip deb olamiz. Aynan mana shu minimumni. Hop, mana yana ideal holatlar, общий likvidность yechilishini ko'rsataman. Keyingi darsda hali yana order flowlar yoki likvidность bilan to'g'ri ishlash, noto'g'ri ishlash qanaqa hammasini xullas tushuntirib beraman. Bu darsni bilmasanglar, uni ham tushuna olmaysizlar. O'shaning uchun birinchi bu darsni chiqaryapman. Ya'ni swip bo'yicha qanaqa ishlashi. Dars tugamadi hali, hozir yana davom ettiramiz. Bitta narsani o'tib ketayapman, sababi bir xil ishlashga qiynalishyapti. O'shaning hisobiga Telegram kanalga o'tib olishingizni maslahat berardim. Telegram kanal описаниеda bo'ladi. Telegram kanalda men o'zim ochgan zilkalarim, kulli tahlillar, kulli analiz, ideyalarni berib boraman. Aynan Telegram kanalda o'sha yerdan ko'rib o'tib olsanglar bo'ladi. Tillarga qaraydigan bo'lsak, tillar ham ideal mas'ulni bo'ladi. Swiplarga ham qarab yuradi ko'pincha. Aynan tillar. Qaranglar, mana bu yerda sal kattaroq time frame swip bo'lgan, lekin baribir ketgan. Mana qaranglar, o'ta minimum tozalandi, to'g'rimi? Minimum tozalangandan keyin mana soyali minimum soya bilan yengilandi. Ko'rasizlar? Mana swip bo'lgan, swipdan keyin bitta buy kerakdi, mana bo'ldi. Ideal shedevr ishlab bergan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shedevr bilan. Ko'rasizlar? Mana yana xuddi shunaqa holat. Soyali maksimum soya bilan yengilandi va shundan keyin selda impuls boshlangan. Ko'rasizlar? Ya'ni ko'p narsa o'z bozorda swipga ham bog'liq bo'ladi. Swip faqat bu aytganimdek xohlagan joydan olib tashamanglar swipni. Mana yana buyga swip bo'lgan, buy trendda, mana ko'rasizlar, buy trendda buyga swip bo'lgan, bu zo'r как moment degani, mana shu yerdan ham bitta zo'r entry как bergan bozor, o'sha yerdan yana ketgan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana yana mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana o'zi birinchi marta bitta swip berdi, ikkinchi marta bu reswip deyiladi. Ya'ni swipdan keyin yana bitta swip bo'ladi. Ko'pincha o'sha reswipdan yoki-da uchinchi swipdan ketaveradi. Agar birinchi swipdan stop oldingizmi, ikkinchi marta reswip bo'ladigan bo'lsa ham, risk qilib ko'rsangiz bo'ladi. Yomon anaqa emas. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, o'tda yechgan ekan mana. Soya yengiladi. Shundan keyin srazu bozor tepaga qarab reaksiya berib ketgan. Mana bu yerda xuddi shunaqa holat. Soya yechgan. Tak. Soya yechgan va shundan keyin selda impuls berib boshlangan. Ko'rasizlar? Mana yana xuddi shunaqa holat. Soya yechgan va yana selda impuls ko'rayotgan bo'lsanglar. Keyin ko'pchilik so'rayapti, qaysi brokerda ishlaysiz, qaysi broker prям eng ishonchli deb. Men o'zim eng ishongan broker bu Libertex bo'ladi. Libertex ссылкасini ham как описаниеda yozib qoldiraman. Keyin bir xil aytyapti, VIP kanalingiz bormi yoki-da
shunga o'xshash как bir gruppangiz bormi deyapti. Bizda community bor. Community o'tda hech qanaqa signal yokida razgon u qimorxona qilib tashlamaganmiz. O'tda communityda realniy normalniy treyderlar udamanlar emas o'tda. Communityda konkretni analiz qilishni biladigan yoki bilmaydigan bo'lsa ham o'rganmoqchi bo'lganlar, analiz bo'yicha ishlamoqchi bo'lganlar, bilim olmoqchi bo'lganlar, backtest qilmoqchi bo'lganlar va men o'zimni har bitta ochgan zelkamni o'sha aynan shu communityga tashlab boraman. O'shandan ham bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Tushunarli? Communityga qo'shilish uchun shuni administratorga yozarsanglar, sizlarni qo'shib qo'yishadi, ogohlantirib qo'yaman. U tekin emas albatta, chunki bilasizlar o'zi qanaqa mehnat qilinadi. Qadri bor narsa o'zinglar ham bilasizlar, tekin bo'lmaydi, chunki qadr sizlanadi. Agar tekin bo'lsa, xo'p, mana yana oltgan ko'rsak bo'ladi. Soya yengilgan va shundan keyin bagiga impuls berib ketgan bozor. Xo'p, o'sha likvidность yechilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Swipdan keyin ishlash, swip bilan ishlash, swip bilan tasdiq olib ishlash qanaqaligini sizlarga tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Hali yana bu likvidность yechilishi yoki swip bo'yicha hali yana ko'p darslar chiqadi. Aktiv bo'lib, prям kommentariya, podpiskalarni bosib, layklar qoldirib, aktiv bo'lib tursanglar, xudo xolasa men ham dars chiqarishdan to'xtamayman. Hammaga omad o'rtoqlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.